O'zbekistonning 12 ta viloyatidan onlayn joylaringni bron qilib umra safariga borsalaring bo'ladi. Arzon narxlarda ishonchli rasmiy firma Hikmat Travel orqali umra safarini sizlarga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro, Termiz, Vodiydan, Andijon, Namangan, Toshkentdan ham hattoki o'zlaringni joylaringni onlayn Telegram orqali pasportlar tashab bron qilsalaring bo'ladi. Biz rasmiy litsenziyaga ega Hikmat Travel Abdug'offar akam oldilariga kelganmiz. Assalomu alaykum Abdug'offar aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli podpishchilar. Xo'p, Abdug'offar aka onlayn joy bron qilmoqchi bo'lganlarga va undan tashqari ofisga tashrif buyuramiz deganlarga ofislarimiz bo'yicha bir ma'lumot bersangiz. Xo'p, agar kelib ofisimizga to'lov qilib joylarni bron qilmoqchi bo'lganlar uchun 3 ta viloyatda respublikamiz bo'yicha ofisimiz bor. Toshkentda bor, Andijonda bor va Farg'onada bor. Yo bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol onlayn joylarni bron qilishlari mumkin. Pasportlarni tashlab berishsa, joylarni bron qilib, bemalol o'sha keladigan chislosida uchib ketishaveradi, xudo xolasa. Nafaqat O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan ham umra safariga bormoqchi bo'layotganlar ham aloqaga chiqishsa bo'ladi, aka? Bemalol aloqaga chiqishaversin. Joylarni bron qilib, o'zimiz kutib olib, o'zimiz uchirib yuboramiz. Ularga narxlar o'zgarmaydi, aka, hech qanaqa. Narxlar o'zgarmaydi. Shu narxlar bir xil bo'ladi. Xudo xolasa, aka, ziyoratchilarimizga erta qanaqangi sharoitlar tayyorlangan, shular bo'yicha ham bir ma'lumot bersangiz. Xo'p bo'ladi. Madinada Divan al-Hijra gastinsamiz nomi. 152 metr uzoqligi. Makkada Sama al-Misk 800 metr gastinsamiz uzoqligi. Undan tashqari Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madinada 5 dan ortiq, Makkada 10 dan ortiq ziyoratlar va Qizil dengiz sayohati ham o'z ichiga oladi. Xudo xolasa, Abdug'offar aka 50 boshlar hamda aeroportda nimalar taqdim etiladi? Xo'p, 50 boshimiz xudo xolasa aeroportdan billa borib, billa keladi, iloji boricha. Undan tashqari firma tomonidan o'sha kamzil, bejik va so'mka beriladi va vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz. Va qaytishda o'sha 5 litr zamzam suv bonus sifatida billa beriladi unga. Bundan tashqari aka, iyun oyiga qaysi sanalariga qaysi viloyatdan reyslar bor, shular bo'yicha narxlari bilan ma'lumot bersangiz, undan keyin iyul, avgust oylarini ham bir ma'lumotini bersangiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, Toshkent Jidda primoy reysimiz iyun oyiga 22-iyun kuni bor, 26 va 29 va 30 kunlari bor. Toshkent Jidda primoy reysimizning narxi $995 qilib beramiz. Mana shu iyun oyinikini. Qaytarib o'taman, 22-iyun, 26 va 29 va 30-iyun kunlari $995 Toshkent Jidda primoy reys. Xo'p, Farg'ona Jidda primoy reysimiz chislolari 23-kuni bor, 26-iyun kuni bor, 29-iyun kuni bor. Ularda $1035 qilib beramiz Farg'ona Jiddani. Undan tashqari keyingi oylarga boramiz demoqchi bo'lganlar uchun, xo'p, Toshkentdanmi, Farg'onadanmi farqi yo'q. Iyul oyi uchun va avgust oylari uchun joylarni bron qilsa bo'laveradi. Bu keyingi oydagini $1035 qilib beramiz. Iyulmi, avgustmi farqi yo'q. Joylarni bemalol bron qilishlaring mumkin. Xudo xolasa aka, narxlar o'zgarib qolsa, ziyoratchilardan qo'shimcha to'lovlar olinmaydimi? Yo'q. Mana shu qaysi pulga kelishgan bo'lsak, xudo xolasa o'sha to'lovni qilishadi. Pasportlarni tashlashadi, joylarni bron qilib qo'yamiz. O'sha kuni kelganda shu narxga uchib ketishadi, xudo xolasa. Xudo xolasa, aziz obunachilar, 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ham chegirmalarni chiroyli qilib berishadi. Bemalol O'zbekistonda 12 ta viloyat va qo'shni davlatlardan ham aloqaga chiqishliklaring mumkin. Videomizga bitta like bosib, kommentariyaga yaxshi tilaklar yozib qoldirib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videoni yuborib qo'yinglar. Bizga obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.